Takror assalomu alaykum va biz Renessans biologiya kitobi DNK birinchi qismini yechimini davom ettiramiz. O'tgan safargi yechimimizda 1-10 tiplar ko'rib chiqilgandi. Bugun xudo xolasa 11-30 tiplar oralig'ida masalalarni ko'rib chiqamiz. Unda boshladik. DNK fragmentida vodorod bog'i va fosfadir bog' ayirmasi 202 ga teng deyapti ekan. Mana shu shaklda berilyapti, ya'ni. Xo'p, bu yerda vodorod bog'ni nukleotid plus guanin, fosfodifirni esa nukleotid minus 2 teng 202. Qavsni ochaveramiz. Nukleotid plus guanin minus nukleotid plus 2 teng 202. 2 bu tomonga o'tib ketadi. Nukleotidlar qisqaradi, minus va plus bo'lgani uchun guanin teng 200. Demak, birinchi ishimiz guanin soni topish bo'ldi. Guanin soni 200 ta ekan. Endi masala sharti deyapti, adenin va guanin nukleoidlari 1 ga 2 nisbatda bo'lsa, DNK chizib olishimiz kerak. Doimo adenin va guanin 1 ga 2 nisbatda. Adenin 1 bo'lsa, guanin 2 deyapti. Bizda guanin 200 chiqdi. Demak, bu albatta 100 bo'ladi. Bizdan nima so'ragan? Jami nukleotidlar so'rabdi. Demak, bu yerda menimcha xatoligi bor. Adenin va guanin nisbati 1 ga 2 bo'lsa, javob bizda 600 chiqadi. 600 ta nukleotid, nukleotidlar 600. Endi vodorod bog' topish uchun 600 plus 200. Chunki nukleotid plus guanin teng bo'lardi vodorod bog'iga. Bizda vodorod bog' 800 chiqadi va bu D javob. Demak, 11 xuddi shunday ishlanadi ekan. Keyingi masala 12. DNK fragmentida fosfodifir bog'lari adenin va timin nukleotidlari yig'indisidan shunchaga ko'p bo'lsa, vodorod bog'lari 1200 dan tashkil qilsa, adenin sonini aniqlang deyapti. Juda yaxshi. E'tibor qarating, bu juda ham nima deydi, oson tenglama desak bo'ladi. Adenin plus timin plus guanin plus sitazin minus 2. Bu fosfodifirmi? Mana bu jami nukleotid bo'ldi. Hammasini nukleotid qo'shsam, undan ikkan ayirib qo'ysam, bu fosfodifir soni bo'ladi. Agar men mana shu sondan ayirsam, adenin plus timinni teng bo'lar ekan 398 ga. Bu 2 bu tomon o'tib ketadi. 2. Adenin va timin bu yerda minus. Bular bilan qisqarib ketadi. Demak, adenin timin qisqarib ketdi. Guanin plus sitazin teng bo'ldi 400 ga. 2 bu yoqqa qo'shib o'tadi-ku, minus bu yoqda oldida. Guanin teng bo'ldi 200 ga. Demak, guaninlar soni 200 ta ekan. Endi bizda vodorod bog'ini soni berib qo'yibdi. 1200 minus 200 teng 1000. Nega? Vodorod bog'idan guaninni ayirsak, nukleotid chiqadi. Boya biz teskarisini qilayotgandik. Nukleotidga guanin qo'shayotgandik, vodorod bog'i chiqadi. Bu shunchaki formula chiqarish. Hech qanday o'zgacha narsasi yo'q. Adenin, timin, guanin, sitazin. Adenin, timin. Xo'p, bizga adenin soni so'ralyapti ekan. Demak, 1000 ta nukleotid bor jami. Jami 1000 ta nukleotid bo'lsa, 200 tasi guanin bo'lsa,
200 ta sitazin. Bir zanjirda mana 1000 tani, bir zanjirda 500 tadan to'g'ri keladi, to'g'rimi? 500 ta. Guaninga 200 tasi band. Bizga qancha qoldi? 300 ta qoldi. Adenin uchun. Demak, bu B javob. 13-1. DNK fragmentining birinchi zanjirida nukleotlar berilgan DNK uzunligi. Xo'p, endi bu yerda nima qilamiz? Sanaymiz bularni. Birinchi zanjir deyapti. Qarang, bizga DNK berilsa, bu DNKning bitta zanjirini o'zini olamiz. Ikkalasini emas, bitta zanjirning uzunligini olamiz. Mana nukleotidlar soni kichik n bilan belgilab qo'ydim. Ko'paytiramiz 0.34 ga. Va bizga uzunlik chiqadi. Birinchi zanjirda shu nukleotlar bor ekan. Sanab chiqaylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ta nukleotid bor ekan. Demak, biz 9 ko'paytirilgan 0.34 va bu 3.06 degan javob bo'ladi. A javob. Uzunlik topish shunday. Bir tomondagi nukleotlar sanaladi, 0.34 ga ko'paytiriladi. 14-tip. Bir xil ekan hozirgi bilan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ko'paytirilgan 0.34 deysiz va bu 3.4 ni beradi. Mana B javobda turibdi. DNK fragmentida 3000 ta nukleotid bor. DNK uzunligini toping deyapmiz ekan. Xo'p, 3000 ta nukleotid bo'lsa, bu ikkita zanjirda. Bir zanjirda 1500 taga to'g'ri keladi, to'g'rimi? 1500 ta. Endi buni ko'paytirib qo'yamiz 0.34 ga. Va bu xo'sh 510 nanometr. Darsning oxirida sizga qulay hisoblash usulini tushuntiraman DNK bo'yicha. Qanday qulay hisoblasak bo'ladi? Shuni ko'rib chiqamiz. Keyingi masala 16-tip. DNK fragmentida 698 ta fosfolifir bog'i bor bo'lsa, uzunligini aniqlang. Yaxshi. Nukleotid -2 teng edi fosfolifir bog'iga. Ya'ni bizda bu yerda nukleotid teng bo'ladi fosfolifir +2 ga. To'g'rimi? Bu tomonga o'tkazib yuborgan bo'lsa 2 ni. Fosfolifir beryapti bizga 698 +2 teng bo'ladi 700 ga. Mana shu holatda. Demak, 700 ta nukleotid bor. DNK zanjirida umumiy 700 ta bo'lsa, bir zanjirda 350 ta. Teng qo'yaylik. 350 ta. 350 ko'paytirilgan 0.34. Bu esa 119 nanometr. B javob. Qayta tushuntirish shart emasa, nukleotid berilmaganda, fosfolifir berilganda 2 qo'shdik, 700 bo'ldi. Uni bir zanjiri 350 bo'ladi, ko'paytirdik 0.34 ga va 119 nanometr. 17-tip. DNK fragmentida 1300 ta vodorod bog'i bor. Adenin va sitazin 2 ga 3 nisbatda. Uzunlik so'rayapti. Xo'p, DNK chizib olamiz. Adenin, guanin, timin, sitazin.
Adenin 2, sitozin esa 3 bo'lyapti. Bu vaqtda bu ham 3, bu ham 2 bo'ladi. Jami nukleotidlar 10 ta bu yerda. Men chizgan DNKda 10 ta nukleotid bor. Berilgan nisbatni nukleotidga aylantirib oldim. Va bu vaqtda nechta vodorod bog'i bor? 10 ta nukleotid plus mana guanin bo'ladimi? 13 bo'ladi. Tushunarlimi? 13. Qayerdan keldi desangiz, 10 ta nukleotidga guanin soni qo'shib qo'yapsiz xolos. 1300 ta vodorod bog'ida, vodorod bog'dagi vodorod bog' yozdim va nukleotid nechta dedim. Bu esa 1000 tani chiqarib berdi. Demak, DNK'miz tarkibida 1000 ta nukleotid bor ekan. Bir zanjirimiz 500 ta bo'ladimi? Buni ko'paytiramiz 0.34 ga va javob chiqadi 170. o'n sakkizu 1. DNK fragmentida vodorod bog'i va fosfodifir bog'i ayirmasi, yig'indisi va ayirmasi berilyapti, uzunlik so'ralyapti. Juda yaxshi. Bu tipajni 10 talikda ishlagandik yuqorida. Demak, tenglamas quyidagicha H plus F teng 1698 endi to'g'ri bo'ldi. 1898 H minus F teng 102. Ikkalasini qo'shib olamiz. Fosfodifir qisqarib ketadi. 2H teng 2000. H teng 1000. Demak, 1000 ta vodorod bog'i bor ekan jami. Ana endi ikkinchi tengdan foydalanamiz. H minus yo'q, shuni keling oson usulni ko'raylik yana. 1000 ta vodorod bog' chiqdimi? 1000 ta vodorod bog' chiqdi. Men hozir shu yerda mana yo'q olib qo'ysam bo'ladimi? Fosfodifir nechta chiqadi? 898 ta chiqadi. To'g'rimi? 1898 dan 1000 da ayirib tashlaydigan bo'lsam, fosfodifir 898 plus 2 bu 900. Bu degani nimani berdi? Nukleotidlarni berdi. Nukleotid soni 900 ta ekan. Yana bitta tenglama yozib o'tirishim shart emas endi. Xo'p, endi vodorod bog'idan nukleotidni ayirsak, guanin soni kelib chiqadi. Bizda 1000 ta vodorod bog'i bor. Undan ayirdik. Nimani? 900 ni. Chiqadi 100 ta guanin soni. DNK chizib olamiz. O'zi chizish ham shart emas ekan. Uzunlik kerak bizga chunki 900 bo'lamiz 2 ga 450. Ko'paytiramiz 0.34 ga. 0.34 ga ko'paytiriladigan bo'lsa, bu 136 bo'ladi. Yo'q, 153 bo'ladi. Nanometr. o'n to'qqizu 1. Shunga o'xshash uzunlik so'ralyapti. Timin va guanin nisbati 1 ga 3. Juda yaxshi. DNK chizib oldim. Adenin, timin, guanin, sitozin. Bu 1 bo'lsa, bu 3 deyapti. Bu ham 3, bu ham 1 ga to'g'ri keladi. Xo'p, endi mana bu yerda vodorod va fosfodifir bog' ayirmasi H minus F teng deyapti 302. H buni H shaklida emas, nukleotid plus guanin minus nukleotid minus 2
teng 302. Qavsni ochib ishlaydigan bo'lsak, xullas bu guanin teng 300 ga teng bo'ladi. Guanin teng 300. Demak, mana bu yer 3 nisbatimiz 300 bo'lsa, 1 nisbatimiz x. Bu 100. To'g'rimi? Xo'p, bu holatda bir zanjirda nechta nukleotid bor? 400 ta nukleotid bor. Qilinadigan ish 400 ko'paytirilgan 0.34. Bu endi 136 ni beradi. Yigirma. DNK uzunligi 204 nanometrga teng. DNK fragmentida fosfodifir bog'lari adenin timin o'rtasida adenin timin yig'indisidan 598 taga ko'p deyapti ekan. Juda yaxshi. Adenin soni toping. Birinchi qilinadigan ish 204 bo'lingan 0.34 va bu chiqadi 600. Bu bir zanjir. Ikkinchi zanjir bor, u ham 600 ta. Jami 1200 ta nukleotiddan iborat bo'lgan DNK ekan. DNKda 1200 ta nukleotid bor. Va bizga aytayapti, fosfodifir bog'lari adenin timin nukleotidlardan 598 taga ko'p. Boya qanday ishlagandik buni? Mana shu tenglama. Adenin timinlar qisqarib ketadi. 2 bu tomonga o'tadi. Va bu guanin plus sitazin teng 600 degani. Guanin teng 300 degani.